Uylarimizni bir taraf bitib qoladi, xudo xolasa. Yerdan tagan bir yo'l beton quyib ketyapmiz. Hisobi keyin ko'chib ketmaydi-da, xudo xolasa. Bir taraf bitdi mana. Sesma, kalonna, rigil hammasi xudo xolasa bitdi. Gardordan ikki uyga, bu uyga kiradigan joy bu. Xudo xolasa. Keyin o'yladim, mana kalonlarni qo'yganmiz. Endi tepasiga kirmishkasi ham quyilib bo'lgan fonni. Xudo xolasa. Men bitadi. Faqat endi beriga beton qo'yapmiz hozir mana. Eshikdan chiqadi. Bitta dushovoy bo'ladi, yarimi. Yarim bu tarafi bu yerdan kiriladi. Bitta hojatxona qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Keyin bu yerdan mana kalonni qo'ydik. Kalonning o'rtasidan shuni tepaga chiqib, pilampiyadan ikki etash ketadi. Yoniga 4,5 metr joy qoldi. 4,5 joyga qozon, o'choq, tandir shunaqa narsa tushadi, xudo xolasa. Bu taraf vaqtinchalik hojatxonani buzib yuboramiz. Bu yerda ikkinchi darvoza bo'ladi. Darvoza bo'lib, tepasiga buni pilta tushib, xudo xolasa. Tepasi aylantirib mansarli ikki etaj bo'ladi-da, xudo xolasa. Bir bitgan sari ko'rsatib ketaveramiz, xudo xolasa. Hamma yo'q yaxshi, zo'r. Xizmatlar bo'lsa aloqadamiz.